Prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilgan yigit qamaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib, videoni oxirigacha ko'rishingizni so'raymiz. Samarqandlik 20 yoshli yigit Instagram sahifasi orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilgani uchun 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Samarqand viloyati sudida ko'rilgan ish hujjatlariga ko'ra 2004-yilda Ishtixon tumanida tug'ilgan yigit 2023-yilning fevral oyida o'ziga tegishli telefon orqali Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavhaga avlodinga Shavkat Miromonovich Mirziyoyev deb post qoldirib, O'zbekiston prezidentini haqorat qilgan. 2023-yilning oktyabr oyida esa yigit sudlangan va unga 2 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Yigitga ushbu qarordan norozi bo'lib, sudga shikoyat bildirgan. Sudlangan yigit taftish shikoyatida uning shaxsi, yoshi, oilaviy ahvoli, oilada yagona boquvchi ekanligi, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini inobatga olib, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashni so'ragan. Taftish sudida sudlanuvchi o'zining aybiga to'liq iqrorlik bildirgan va ayblanuvchiga nisbatan yengilroq jazo tayinlanib, ozodlikka chiqarilgan. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna va like tugmachasini bosib ketishni unutmang.